9 o'g'il bo'la turib bittasi ham qaramasa. Ko'z yosh qolmadi, ichingdan yig'laysan. Hamma bolalarim oliy ma'lumotli o'qituvchida. Har kimlarda eshigida yurib katta bo'ldim, o'lmadim. Mashina kelsa, mana shunaqasiga qaraydi. Kim tushadi, kim keladi deb. Bolalarim, iltimos, tashlab ketmanglar. O'zimga maligim tayyorlab qo'yganman. So'nggi safar oldidan o'z o'g'lining qo'lidan tuproq tutsin. Farzand boqishdan maqsad nima deyilsa, ertaga qaraganda menga ham qaraydi, boqadi deymiz. Mana shu insonlarning ham farzandi bor. Yaxshi yedirishgan, ichirishgan, oliy ma'lumotli qilishgan farzandlari hattoki ko'krak nishonlarini ham olishgan ekan. Lekin qaraganda, endi rohatini ko'raman deganda, afsuski qarilar uyga tashab ketgan ekan shu farzandlar. Mana shunaqa farzandlarga men bitta tilagim bor. Qarg'ish emas, tilak. Sizlar ham farzandinglarni hech kimdan kam qilmasdan katta qilinglar, oliy ma'lumotli qilinglar. Lekin endi kuchdan qolgan paytinglarda, endi mazza qilib yashayman, bolalarning rohatini ko'raman degan paytda sizlar farzandinglar sekin tushuntirib, yaxshi gapirib, o'sha qarilar uyga tashab ketsin sizlarni. Lyuks xonada yashaylar. Hamma sharoiti bor xonada yashaylar. Lekin kechasi bilan yig'lab chiqinglar. Ota-onanglar his qilgan narsani sizlar ham his qilinglar. Yoshligida qilgan xatolarni eslab yig'lab, ko'zingizdan yosh oqsin. Qiynalinglar ozgina. Lekin uni hech ham qaytarib bo'lmasligini sizlarga tilab qolaman. Alloh hammamizga insof bersin.